Biletdim seni poxunu o'ttirdan ish qilolmaymish, yenib keldiganliklaringni, usaralik deb ketib oldinglar 2003 başlasın aydan. Qani aslan natijanglar degan gapni men shunjan yenib kelib anglab oldim-da bu dashnamni. Bu biz usaralik 2003 başlasın aydan ishkirga begirib igilik tiklaymiz degan gap rost. Hem uyaga berib bu igilik tiklash degandan o bu g'oya zo'r bir cho'ng ishni qilyapmiz deganlik emas, ham o'zimizga tushdik, o'zimizning qimmatiga tushdik, bir qimmat yaratamiz deb bordik. Bu yerga borgandan keyin birasi yalomidi, ya bo'ynimiz qisilib qolmadi, ya birasi qo'yib ketmadi, o'zimizning kuchiga tayinib, o'zimizga yarashqidek qilsan kirim yaratdik. Qilganini qildik, qilmaganini qildik. Asosliqqa yana shu ashadagi yerliklarni pulini topamiz deb tirishdik. Endi men hozir yenib keldim. Nimish yenib keldim deganchalar bu yer cho'qim sabab bo'ldi. Herkes bekardan bekarga u yer ishni qamlashtirolmay, japoq chidamay yenib kelganlik emas. Chunki bu yerda o'zimizning qilayotgan ishlari bor. Bundan burun ishkirga menishdan oldinmi biz o'zimning noyasida işte uçur işlerini, ilan teşviqat işlerini qilib, shunday yaxshi ketayotgan u yoqqa berish asosiy maqsad nima degan chaqda o'zimiz tekin tarix qildirib baqili. Ya'ni yangi fursatlar bormi deb shu yo'lda mangan. U yerdan o'zimiz tushlik ishlarni qildik, hozircha qilyotdi. Qolgan ishki saralik qilib qoldi, men yenib keldim. Yana birisiga ham yenib kelishimga sabab bo'lsa, o'zimniki bir qo'saq singlimning to'yi, ham o'zimni to'y qilgan farzandim bor. Şu ekran aldığındaki sizlerinin farzandlar var, bana o'xshab ikki kirgan balanglarni muşta aralıq 6-7 min kilometr chiqadigan yerga tashlab yetib, jursanglar, o'zinglarning ko'ngli qanday bo'ldi? Muşta ta'sirati borlar, buni so'zlab beqinglar. Bu yerga kelish asosiy sabab bo'lsa, bundan burun qilayotgan o'zimizniki shu noyarimizda uchur ishlarni qilgan. Endi men yenib kelib ish kirdim, nurg'un tajribalarga ega bo'ldik. Nurg'un ishlarni ko'rdik. Haqiqatan mushaq qildigan yangiliklar bor ekan. Bundan keyin planimiz bo'lsa, o'zimning kichik noyadan boshlayman. Yani yeniliklarni mush noyerimiz ekilib, mush noyerimizniki mush amili do'kon qilayotgan, amili tijorat qilayotgan mush qarindoshlarimizniki amili do'konniki sodasini mush do'yin orqali bir daraja yaxshilash uchun shu to'g'riliq qo'saq azroq bilim qachilab keldik. O'ttirliqda men chag'ani bir yenib kelgan kep, 4 ta shogird tarbiyalab ketdim. Amili do'kon ichayotgan ular menda uygalgandan keyin do'yinda haqiqatan o'ziga tushdik, kirim yaratdi ham sodasi yaxshilandi. Budak filmimda Aşı tüy şagirdimni qishiqib berib, zat unum bo'ldimi, bo'lmadimi? Menda o'rgangan mush darslar bilan o'zim tijorat yaxshi bo'ldimi, bo'lmadimi? Mushni sizlar bilan o'rtoqlashimiz. Unda bo'lsa, saraliq do'stlar hozir Shinjongda davomli qoldi sizlarga yaxshi bo'lgan, yaxshi energiyalik, aktiv energiyalik paranglarni qilamiz. Yaxshi ishlar bo'lsa, tam bahramand bo'lamiz. Unda bo'lsa meni qatnashib qolmanglar.